Akkauntimda turmush o'rtog'imni ko'rsatmasligim haqida ko'p yozishadi. Birinchidan o'zi xohlamaydi, lekin xohlagan taqdirda ham qo'ymagan bo'lardi. Instagramim yorimning qanchalik yaxshi va mehribonligini ko'rsatishga bag'ishlanmagan. Blog yuritishdan maqsadim butunlay boshqa. To'g'risini aytsam, ham Instagramga yoqadigan yerlardan emas. Aslo men uchun kameraga tushib bermaydi. Erkalab, yaxshi gapirib, gullar ko'tarib keladigan tip emas. Kasbiga qiziqadiganlar ham ko'p. Xavotir olmang, ishlaydi. Kuni bilan bemalol video ola olishimdan ham ma'lum. Topgan puli ro'zg'orimizni tebratishga yetadi. Bilasiz, yaqinda YouTube'ga video joylashni boshladim. Bir marta videoyimni ko'rib qopti. Ey xudo, ish qilib meni xotinimligingizni hech kim bilmasin-da deb ustimdan kulib yotibdi. Men erni qanday qilib milliarder va romantik qilib qo'yish sirlari haqida umuman bilmayman. Birov biladi ham deb o'ylamayman. Shunchaki o'qisangiz, ishlasangiz, yo'lingizni qidirib topsangiz, o'zingizga hurmatingiz, bahoyingiz oshib, atrofdagilarga chegara qo'yishni o'rganasiz. Yomon munosabatni istasangiz ham ko'tara olmay qolasiz. Shuning natijasida yaqinlaringizni sizga bo'lgan munosabati yaxshilanadi. Qanday hayotda bo'lsangiz ham o'z ustingizda ishlang. Vaqtingizni bekor sarflamang. Grow 11-kun. Rahmat.